ikki qadrdon do'st bo'lgan ekanda, sen bilan menga o'xshagan. Kelasi yur do'stim deb sayohatga chiqamiz deb kelasi sayohatga chiqibdi. Yo'l-yo'lakay ketayotib bir mehmonxonaga yotishibdi. Mehmonxonada ertalab uyg'onsa, o'rtog'ining cho'ntagidagi $100 puli yo'qolib qolibdi-da. Keyin $100 pulim bor edi do'stim. Mabodo ko'rmadingmi? Do'stiga savol bersa, do'sti uxlab yotgan ekansan, seni bezovta qilgim kelmadi. Zarur bo'lib qoluvdi. Cho'ntagingdan $100 olib tashqariga chiqib ishlatib keldim. Yaxshi qilsan, zarur bo'lsa ishlatganingga yetmaydi. Seniki menikisi bormi do'stim deb. Shunda mehmonxonadan chiqib ketayotsa, mehmonxonani tozalaydigan ayol ketdi-da. Bolalarim yaxshi dam olaymi? Mehmonxonamiz yaxshimi? Kecha xonalarini tozalagani kirsam $100 pullar tushib qopti. Kim keligini bilmadim, sizlar yo'q ekansizlar. Olib qo'yirdim. Mana mana shu omonatlaring deb beribdi-da. Shunda haligi do'stiga qarab, do'stim, bu $100 sen olmagan ekansan u. Nimaga men oldim ehtiyojimga sarfladim deb aytding? Deganda do'sti shunday degan ekan. Ana shu arzimagan pul uchun o'rtamizdagi munosabat yo'qolib ketishidan qo'rqdim. O'rtaga gumon tushishidan qo'rqdim degan ekan. Sizda ham shunaqa do'stlar bormi? Shunaqa do'stlaringiz bo'lsa, sekin jo'natib qo'ying. Hech qachon o'rtalaringda gumon bo'lmasin.